Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet hafta davomida kutilayotgan haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekiston fuqarolari tezda soyabonlarni tayyorlang. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet xabariga ko'ra, O'zbekistonda havo harorati ko'tarilishda davom etadi. Harorat 10 va 11 noyabr kunlari kechasi va ertalab +3 daraja iliq, kunduz kunlari esa 13-16 darajagacha iliq bo'ladi. Hafta o'rtalaridan boshlab havo harorati kechasi va tonggi vaqtlarda +4-+7 daraja iliq atrofida bo'ladi. Kunduzi esa 17-20 darajagacha ko'tarilishi aytilmoqda. Respublika hududining aksariyat qismida quruq ob-havo saqlanib turadi. Faqatgina 10-11 noyabr kunlari Toshkent viloyatining tog'oldi va tog'li hududlarida qor yog'ishi va yomg'ir yog'ishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkentda hafta davomida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduz kunlari 17-20 daraja, kechasi 4-7 darajani tashkil qiladi, deyiladi ma'lumotda.